Assalomu alaykum, hurmatli mijozlarimiz. Xudo xohlasa, spalni komplektimizni kelib joylashtirib berganmiz. Spalni komplektimiz kitomichkasi, shkafi, spalnisi, matrasi ham turmasi bo'ladi. Pufkini bonus sifatida qo'shib berganmiz. Turmasini ko'rsatadigan bo'lsak, tandem mexanizm etib ishlangan. Shuning aynalari tayyor bor ekan, shuni o'rnina menga chiroylatib yasab berdi. O'zlarini dizaynlari asosida chiqarib berganmiz, ya'ni kitomichkasi ham вообще chiroyli chiqqan. Skromniy narsa bo'lgan. Spalnisini keladigan bo'lsak, spalnisi material bilan qaplab ishlangan. Matraslarni ham kachechniy sifatli matrasdan qo'yib berganmiz. Shkafini keladigan bo'lsak, shkafi 2 etaj bo'ldi. Ruchkalar ham вообще skromniy ko'rinishda, ichlari vishelkatib, ikki tarafini ham vishelkatib ishlab berganmiz. Materiallari akrildan yasaldi, zakaz bilan. O'zlarining dizaynlari asosida. Ya'ni bu hozir spalni komplektimiz Xorazmning top blogerlaridan birisini uyina qo'yib berganmiz. O'zini kommentariyada atib ketasizlar. Kimligini ko'pchilik bildi o'zi. Kimlarga shunday mebellar qiziq bo'ladigan bo'lsa, Davrug' mebellar murojaat qilsangizlar, chiroyli narxlarda yasab beramiz. Davrug' mebel